A yoki B, nima u? Dada yoki ona? Ota-onam xafa bo'lishadi. Qaysi men birlar bilan til topisha olmagansan? Sen bilan. Men balandmanmi yoki balandroq bo'lishni xohlaganmanmi? Rostini aytsam, men bo'yimdan mamnunman. Va kameralar tashqarisidami ha 2 sm uzunroq bo'lishni xohlayman. Bolalik xotiralaring qanday? Onamning qoridan emaklab chiqqanimda buni eslaysanmi? Yorug'lik juda yorqin edi. Cho'nguk, nega mashg'ulot paytida men bilan ovqat baham ko'rmadik? O'shanda qiyin edi. Sen afsuslanasanmi? Ha, men afsuslanaman. Tur. To'xta va xatti-harakatlaring haqida o'yla. Oxirgi paytlarda nimadan zavqlanyapsiz? Sen biz model bo'lgan brendni bilasan? Ha, to'g'ri. Ularning yelkama sumkasi bor. Men har kuni uni kiyaman. Siz uni yalang'och kiyasizmi? Albatta kiyimim bor. Ayni paytda nima istaysan? Menda Jeyxob bo'lishni xohlardim. Kutmagandim. U hisobni xohlaydi. Bu juda g'alati eshitilyapti. U yaxshi tashkilotchi.